Xullas, narxini aytolmayman, lekin voy, dahshat komplekt bor. Короче, bizada mol yoyar. Ana kelinni kelganida deydi-ku. Mana masalan qaranglar. Bay. Narxini so'ramaylar, narxini bilmayman. Qimmat, juda ham ko'p. Plus minus menimcha bir 5 milliondan oshsa kerak. Har bittasini bitta hisoblab chiqish kerak. Mana birinchi pitaniyadan boshlayman. Litiy manganat bo'ladi, обязательно. Mana shu ikkita donasini bitta seksiya hisoblaysizlar. 8 voltdan bo'ladi, 16 volt, bitta, ikkita, uchta, to'rtta seksiya litiy manganat qo'yiladi. Shunda 50 amperdan hisoblaysizlar har bittasini. Xullas, pitaniyasi ham жирный, полный, hamma narsa akustika, balo bugurlari ham вообще topoviy versiyada o'rnatilyapti. Generator o'rnatiladi, обязательно AZSPL Power brendida. Xullas, o'sha eng fanfani qo'yiladi. 320 amper bo'lish kerak, adashmasa 370 amper. Regulator bo'ladi, повышенный мощность. Xullas, burisida 16 voltgacha ham chiqarsa bo'ladi voltajni. Endi qaranglar, simlarga qaranglar. Hammasi mis hammasi. Bu mis deganini tushungan odam tushunadi. Puli, mana shuncha bo'ladi. 50 kvadrat sechение, 0 gauge. Xullas, ikkita plus, ikkita minus tortiladi. Ranglari alohida. 50 kvadratdan shunda 4 ta протяжка bo'ladi. 25 kvadratli simlar, 4 gauge'li. Mana hammasi brendовый, полный DevBoss. Zimeygalar DevBoss'da, setkalar DevBoss, hammasi mana brendda. Spetsialniy hamda distribyutorlar tayyorladik, Honkar Sound logotipi bilan. Uni tagiga krepleniya bor edi. Qani krepleniya? Mana krepleniya qo'yiladi. Bu ham nержавейкаdan qilingan, oddiy temirdan qilsa bo'lmasmi buni? Yo'q. Super feng shuida. Xullas, maksimalniy sifatga e'tibor berilgan. Xullas, mana shunda qo'yasizlar, ustiga qotiriladi. Shunda mamutga pernamhetillar qo'yiladi. Mana pernamhetillar bor. 200 amper, 300 amper hammasi bor. Mashitga полный stansiya, короче, montaj qilinadi. Akustik kabellar hammasi bor. Ikkiga mana bitta narsaga e'tibor beringlar. Avtozvukka qiziqadigan odam juda yaxshi tushunadi bu narsani nimaligini, qanaqa baxtligini. DevBoss yozig'i bilan printerda yozilgan termousatga simni uchiga qo'yiladigan. Даже shunisi DevBoss bor-ku, setkalari. Akustika обязательно не один, 20 santimetrli. Qani bittasini ochib-chi. Obunachilik ko'rsataylik, bunday yaxshilab. Что за аппарат такой? Что за ауф? Это что за аппарат такой? Неодин. Litoy korzinada necha watt nominal? 300 watt. 300 watt nominal. JBL nominali necha edi? JBL subwoofer 250. Bitta dona kolonka 300 watt nominal. Ano tali emas, 300 watt nominal. Endi taliga 2 ko'paytirasizlar chiqadi shunda. Shunda mana shunaqa mataqda bu yoq o'ng tarafi o'ziga 3 ta para, 3 ta dona, chap tarafga 3 ta dona. Ikkiga pashalka sifatida nima edi? Gers pashalkamidi? Mana mag'luq qo'yiladi, ho'kizdek. Rupurniy peshalka. Xullas, rupurniy peshalka DevBoss brendiniki qo'yiladi. Ati 37 modeli ekan. Kondensator qo'ymaymiz, qo'yamiz. Qo'ymaymiz, qo'yamiz. Kondensator qo'yamiz, qo'ymaymiz. Peshalkani kuydirib qo'yishni. Bez kondensator qo'yamizmi? Ha? Nima qilsam, nima qilsam. Yo, bez kondensator qo'yishni kuydirib qo'yasan-ku. Kim aytdi kuydiradi? Hamma butun O'zbekiston gapiryapti. Shu kondensator bilan qo'yib kuydirib qo'y. Fizika 6-sinfnikini ochsin. Endi biz bez kondensator qo'yamiz bariga ham. Chunki настройка qilishni bilamiz-ku, to'g'rimi? Farqonda. Damas radiosini настройка qilgansan-da, maksimum undan oyog'ini настройка qilmagansan. Hozir xullas. Tak, keyin. Kolonkaligi usunitorni ko'rsataman. Mana bu usunitor bo'ladi. Bu ham sport seriya, DevBoss'ga. Xullas, tushunishinglar uchun olamiz. Bu radio kontenti olamiz, упаковкаlarni. Video vash ko'zilib ketdi. 5 minut bo'ldi. Mana. Ikkita kanalli usilitel 2000 wattdan har bir kanaliga. Terminalni ko'rsanglar bo'ladi. 50 kvadratli sim ham qo'yiladi.
Shunda bitta kanal o'ng taraf eshigiga, yana bitta kanal chap taraf eshigiga mana mahluqlarni ishlatadi. Endi bu narsalarni yig'ib bo'lgandan keyin, kim tasavvur qilyapti bilmadimmi? Juda ham, короче, bemalol to'y hashammi, raddom, challari hammasini o'tkazsa bo'ladi. Keyin, birinchi subwoofer ko'rsataylik. Subwoofer nima? Ikkita JBL qo'yganmizmi? Ikkita JBL, Nakamichi. Ya'ni nima o'zi bu? Ko'rsatchi. Voy, вообще bor-ku, sandiq ekan-ku. Korobkasini ko'pligini. Sektor bel chiqazmoqlar. Oho, bahaybat. Voy, gap yo'q. Так, что это такое? Что за монстр? Ochamizmi? Xullas YouTube'ga video bo'ldi, deydilar. Fanerada qotirilgan ekan. Voy, gap yo'q. Da. Shu bola deydi. Buni ustiga bemalol chiqsa bo'ladi. Короче, mana tushunishingiz uchun mana bu karbon. Yani oddiy prosta nakleyka karbon emas, haqiqiy armirованный karbon. Podvesiga e'tibor beringlar, mana bu narsani rebrolar как mana bu gubani yoki labni o'zbek tilida aytganda ushlab turish uchun. Spesial mana bunaqa rebro jo'stkilari bor. Telefonni ko'ryaptimi yo'q? Mana shu общий yuzi yurganida mana shu guba ochiladi, yirtilib ketmasligi uchun spesial rebro jo'stkisi qo'yilgan. Mana korzinasi, korpusi letoy korzina. Mahluq necha kilo taxminan? Bet. Ferriti kalsiyadan 1, 2, 3 ta dona qo'yilgan. Sintiruvchi shayba. Xullas nominali 3,5 ming. Mana bu joyi o'ziga 25 kvadrat sim prosta tak smena sig'ib ketadi. To'rgich. 3,5 mingga 7 ming maksimal. Nominal 3,5 ming. 35-15 modeli deb aytasin. Mabodo nalichida bor. Men nomer qoldiraman, telefon qilib ko'rsanglar bo'ladi. Xudo xolasa audio apparatura juda ham maksimalniy jирный qilib yig'yapmiz. Eng glavniysi, усилитель qolib ketibdi. Усилитель mana o'qib olinglar, qaranglar. 9,5K. Buni mingga ko'paytirasizlar. Shunda 9,5 ming bo'ladi. Terminalidan bilib olsanglar bo'ladi. Nima uchun ikkita terminal? Bu degani ikkita plus, ikkita minus 50 kvadratdan. Har bir 50 kvadrat 200 amper o'tkaza oladi. Значит, 400 amper berilsa, endi ozgina texnik gapiryapman, uzr. Chunki har holda pomidor bodring sotmaymiz-ku, shuni hisobiga texnik tushuntirib beraman. Taxminan 400 amper yesa, plus minus bir 8,5 kW mощность olsa bo'ladi. Agarda sizlarda pitaniyada zo'r bo'lsa. Ovqati zo'r bo'lsa, shunda aytganinglarni qiladi, bo'lmasa qilib bermaydi. Xudo xolasa bu komplektda generator bor, 370 amperli litiy manganatlar bor, 16 volt ishlatsa bo'ladi. Pitaniya ham zo'r, simlar asosiysi mis, o'tkazuvchanlik zo'r bo'ladi. Qalinligi 50 kvadrat secheniyada. Mana bunaqa tulpan deb aytasini, xalq tilida tulpan deyiladi, yo межбочный kabel va ekranirovkali. Так что kuzatib boringlar, yana dальше qo'yamiz videolarni.